84-yilda o'zbek film tomonidan Bredberining asari asosida suratga olingan ijod mahsuli va unda 2026-yil tasvirlangan. 2026-yilning so'nggi kunini tong vaqti robot oshpaz nonushta tayyorlaydi. Tuxumdan foydalanadi. Bu hayot ramzi. U otani, onani, bolalarni va buvini chaqiradi. Ammo karavotlarda faqat kuldan qolgan soyalar bor. Bolalar xonasida ham xuddi shunday. Aka va opa ham kulga aylangan. Buvining kreslosida ham kul. Ammo sun'iy intellekt odatdagidek ishlashda davom etadi. U ishga va maktabga borish vaqti kelganini e'lon qiladi. Kechqurun esa bayramona kechki ovqat tayyorlaydi va barchani 2027-yil kirib kelgani bilan tabriklaydi. Stolda AQSh bayrog'ini ko'ramiz. Multfilmda Kaliforniya shtati tilga olinadi. Falokat odamlarni yo'q qilgan, ammo ularning odatlarini, dasturga singdirilgan odatlarini yo'q qila olmagan. Uy yashashda davom etadi, egalari allaqachon yo'qligini sezmaydi. Shu payt tirik qush uchib kiradi. Mexanizm undan parol talab qiladi. Javob bo'lmagach, mashina ovni boshlaydi. Qushni quvish jarayonida robot atrofidagi hamma narsani vayron qiladi. Bu texnologiya va aqlning ruh va muhabbat ustida dahshatli ustunligini ramzidir. U hatto diniy xochni ham yo'q qiladi. Nafratdan emas, balki uning dasturida xudo va muhabbat uchun joy yo'qligi sababli. Robot atrofidagi hamma narsani vayron qiladi va oxir-oqibat o'zini ham o'zi yo'q qiladi. Bu texnologik tizimning mukammal metaforasidir. Muhabbatsiz intellekt doimo o'zini o'zi yo'q qilishga mahkum. Shunda uy xarobalar yoniga yana o'sha qush uchib keladi. U eski patifon ignasini silchitadi va qo'shiq yangray boshlaydi. Eng muhimi, tushkunlikka berilmaslik. Bu shunchaki ijod. Yaxshi narsalar haqida o'ylaylik. Doimo yaxshi, mehrli so'zlar aytaylik va texnologiyalarni tushunsakgina foyda ko'ramiz. Agar texnologiyalarga qiziqsangiz, obuna bo'lib qo'ying.